2026-yil o'ziga yangi 10X xarid qilaman degan mijozlarimiz uchun ransrochkalarimiz hali ham davom etmoqda akalar. Xo'p, yangi yillarda o'tkazib ishni boshlab oldik. Bemalol endi 10X'larda xarid qilsanglar bo'ladi. Bemalol Asaka avtosavdoga kelib, ushbu 10X'da 30% ni to'lab, qolganini 3 yil davomida o'z narxini bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Naqd pul to'lab, pullarni band qilib yurishinglar shart emas. Bemalol ransrochkaga xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Xo'p, agar sizlar oq yoki qora rangdan zerikkan bo'lsanglar, bizda shunaqa neobычный ranglarini tayyor holatda olib kelib qo'yganmiz. Xohlasanglar redline, xohlasanglar primer paysasini, xohlasanglar mana bunaqa bordoviy ranglarni ham nalichda tayyor holatda turibdi akalar. Bemalol Asaka avtosavdoga kelib, o'z 10X'larni xarid qilib ketishinglar mumkin akalar. To'liqroq ma'lumot pastda opsiyada yozib qo'yaman. Ransrochka oylik to'lovlarini bemalol direktga yozsanglar to'liqroq javob ham berib o'tamiz. Sizlarni hammalarni Asaka avtosalonimizda kutib qolamiz.